Assalomu alaykum chorva ishqibozlar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Mana shu bo'g'oz sigirlarimiz sotiladi, suti bor. Birinchisiga bo'g'ozlar. Hammasini tezda narxlarini tanishtirib o'tib ketaman. Kimga qaysi biri yoqqan bo'lsa, skrinshot qilib tashlayveradi, narxlarni kelishamiz. Kanalga obuna bo'lib turib so'raganlarga narxni yengil qilib beraman, o'zimning kanalimdan chiqadi. Mana onisi ikkinchisiga bo'g'oz. 14 million kami bor. 3 oylik bo'g'oz. 6 kureç. Bu xunajin birinchisiga bo'g'oz, kurechi chiqarmagan. 5 oylik bo'g'oz. Narxi 15,5 million kami bor. Mana onisi 5,5 oylik bo'g'oz, 16 million kami bor. Suti bor bo'g'oz, 3 oylik. Dishlari mana. 3 oylik bo'g'oz, ikkinchisiga 6 kurak. Hop, narxi 16 million kami bor. Birinchisiga 2 kurak. 6,5 oylik bo'g'oz, 6 oyga hisoblab olaverasizlar. Bunisi ham 16 million kami bor. Yana bolasi xunajin. Suti bor, 4 litrga hisoblab olaverasizlar. 4 litr oshiqroq suti bor. Bolasini baylasanglar 4 litr sut beradi kamida. 19 million kami bor. Bu yerda mana yana bittasi. Idishlari zo'r. Suti ham o'ta qo'yiq. Bola xunajin. 3-bolasi. 3-bolasiga 5 litr sutga olaverasizlar. Hop, narxini 20 million 500 ming so'm kami bor. 3 boshli bunisi. Qonida ham bor, yonida ham bor bolasi. Tutaylari 6 kurak. 3 oylik bo'g'oz. Mana bolasi Angus. Narxi 29 million kami bor. Kimga qaysi biri yoqqan bo'lsa, tanlab skrinshot qilib tashlab qo'ysalar, narxini yengilroq qilib kelishtirib beraman hammasini.